Ayol eridan kosmetika uchun, salon uchun pul so'raganda erkaklar odatda nima deydi, bilasizlarmi? Menga sani tabiiy go'zalliging yoqadi deb aytishadi. Kimda shunaqa kommentariyada yozib ketinglar. Endi qaranglar, tabiiy narsa, ya'ni insonni tabiiy go'zalligini saqlab beradigan narsalar, uходовый kosmetika o'ta qimmat turishligini men keyinchalik bilib qoldim. O'tgan yili tog'ga chiqishni boshlagan paytimizda haykingga bo'yin qismim, qo'llarim kuyib ketdi-da. Keyinchalik tavsiya qilishdi SPF dan foydalanishni. SPF oldim o'zimga, bir dona kichkinagina qutichasi 250 mingmi 300 mingga yaqin oldim, sotib oldimda va hayron qoldim. Qanday qilib domanda? Nima uchun domanda? Keyinchalik bilsak, ana shu insonni tabiiy holatini saqlab beradigan, qaritib yubormaydigan, terisini, yuz terilarini chiroyli qilib tabiiy go'zalligini saqlab qoladigan narsalar, yordam beradigan vositalar qimmat turar ekan aslida. Endi hurmatli aka-ukalar, agar sizga ayolingizni tabiiy go'zalligi xursand qiladigan bo'lsa, sizni demak siz har tomonlama bunga tayyor turishingiz kerak ekan. Ya'ni bu arzon va tekin bo'ladigan narsalar emas.